Bu jiyanlarim ko'p doding, o'rtalarim ko'p doding, hali ham 1 soatdan beribdi, lesa o'rnatilmayapti. Qana odamsan, sen? Senga ishonib qoldim, mana uka. Manam qattan bilay kech payt oshga yedingman ham deb qo'yganman bularga. Bizga ham kompotdan qolsan kelishganingdan beri ish qilmasdan o'tirishasan. Hashara kelishdingmi? Yo, oshargami? Yangi ustozga oldim. Eski ustozim yo'q edi. Yarmi qoladi kompotda o'tiramanglar. Ishlashur, ha degani tuyaga mador. Muhriddin aka yalqovlik qilib kompot ichgani ketdilar. Biz tuya basmiz. Choyxona bopish bo'lmayapti-yu, kechqurun choyxonani atkaz qilib qo'yaman shikili. Amaki, choyxonani atkaz qilmay qo'ying, 3 kishilik qilib ko'ringdan ko'ra ishlayotganlar. O'zi bitta akla ko'mgan bo'lsa, katta tovam ham kelgandan beri maslahat berishdan boshqa ishga yaramaydilar. Bekor kelpan shekilli, kech payt osh bor deganingizga kelpan. Kelmasam ham bo'lar ekan. Uka, biz yoshimiz katta bo'lib qoldi. Hashar degan narsa biz yoshligimizda bo'lardi, uka. Nima bo'lyapti? Katta odam ko'p o'zi. Qo'shni, Siz ham yangi kiyimda chiqib oldingizmi hasharga? hashar qilib nima qilasiz? Sizga o'xshagan odamlar dastidan ustilarga ishlam qolmayapti o'zi. Nima qilyapsizlar o'zi? Men yerga ferma uchun naves qilmoqchiman. Hashar qilib nima qilasiz? Undan ko'ra qarang, bitta tanishim bor meni. Chaqirasiz, obedlari boshqa hech narsa olib berishni o'ylamaysiz. Shundagina o'zlari kelishadi, chorvachiligingiz uchun fermaga zo'r tomlarni yopib, chiroyli holatga olib kelib berishadi. Temir konstitutsiyadan, naves, molxona, to'yxona, katta stadion, tomlar, shu yerda ba'zi skalalar bo'lsa quramiz aka, xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ladi. Temir konstitutsiyadan xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran nomeri aloqasiga 25 metr, 30 metrgacha bez ustini qilib beramiz aka. Uyda egasi hamma o'zimizda, uyda egasi joyini ko'rsatsa bo'ldi. Hamma o'zimiz vodiydan boradi, tunkalarni olib bersa, kelishilgan holda ichida qatirib berib, tayyorlab, 205 harakat qilamiz.